Ya assalomu alaykum babo dehqonlar. Bugun kapamizga yana oshna og'aynilar, shu mahalladagi atrofdan shu chisma bilan shug'ullanadigan bir ukalarimiz kelgan. To'g'ri qilyapmiz. Kelaverasizlar. Shu ko'pchilik taklif qilyapmiz. Kimga nasib qilgan bo'lsa kelaveradi. Mana bular bu ukalarimiz taklif qilganimiz yo'q edi. Mana o'zlari rizq qo'shilib kelib qoldi. Hop. Qo'qondan ukalar, Qo'qonlik ukalarimiz a? Qobiljon endi ko'pchilik taniydi nimamizda, kanalimizdalar, babo dehqonlar. Shirin mazasi, xudo xolasa. Sho'rmasda shirinda. Taygacha shirin. Xo'p. Bu Muhsin akam bilan bu o'rtog'im o'zimni mahalladagi do'stlarim, yoshidan milla urush talash katta bo'lgan do'stlarim. Qo'yanlar mehmon. Rishtondan, Qo'qondan kelgan ukalar. Rahmat kelinglar hammalaring. Kelib Toris Torispayiga akam dehqonchiliklarni ko'rib, Toris deb ketinglar. Nihoyatda shirin ekan. Rosa maqtovdi. Keluvding haqiqatan ham shunaqangi shirin, ajoyib sortidan ekan bu. Nima sortidan? Koreyskimi? Koreyskiy. Nimada mahalliy o'g'itda bo'lgan, dori tushmagan. Albatta. Endi hammasini gapirsam ishtahalarim bo'g'ilib qoladi. Nima? Nima deydi? Mol deganga-da unaqali boshqa narsa emas. Qo'pol qilib gapirganda shu, ha. Tabiiy, eng qizig'i tabiiy. Ximikat sepilmagan. Shu ishtahangiz bo'g'ilib qoldimi yo? Kimda? Bilsin. Kelib gazasiga baho beraverasizlar. Kelaylar. To'g'ri yeyish kelib bepul xudo xolasa. Kelaylar. Kapamiz hamma uchun ochiq. Kelayverasizlar. Rahmat zo'raga olma. Mana barakasini bersin. Sog' bo'ling. Oling. Ha, shuni ham so'yib yetirasan, endi keyin yana mehmonlarga haqa desa yana ruxsat beraveramiz. Video qilayaptim, kelib to'yinglar ichinglar bepul deyapti. Bola chaqa bilan kelib yeylar deyapti. Urug'i ham kam. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa hammani dehqonchiligi shunaqa shirin, shunaqa mazali bo'lsin. Kimni dehqonchilik shunaqa To'rozga shunaqa shirin bo'lgan bo'lsa, olgan odam ham yeb turib duo qiladi. Mazza. Shirin qilib pishiraylar. Sog' bo'linglar. Like bosib turib, bittadan kommentariy yozib qo'yinglar dehqonchilikga baraka tilar.